Mana qizlar bu uzunlarga tashiy bag'andan keyin junshunda qildigan, shunchalik tabiiy, shunchalik chiroyli chiqqan suv yanchongdan birini olib keldim. Ammo lekin qizlar uchun shunqa vaqtda mavgrimni qilib chiqadigan bo'lsangiz, shunchalik chiroyli bo'lib ketasizlar. Ammo mavgrimning hech qanday bir meyton taqaydigan, hech qanday bir yenchen sizdigan yeri yo'q. Mush yangidan kirim qilishni o'rganayotgan nol saviyadagi azaldan kirim qilishni o'qimaydigan mush tashiy chiqqandan keyin 3 yil kirim qilishni o'rgansam, mush tashiy chiqishdan burun kirim qilishni o'rganasam deb peshinglar qaytayotgan qizlar cho'qqi mavzu yerimga tendan shu sanglarni qilib o'rganinglar. Maddamalliqi meni qo'shib olmay, atogin topolmay qolib qolsangiz, xalqning oyidek bo'lib chiqsa, siz ashu mushukdek bo'lib chiqsiz. Shu munda kunda payzi kirimdan chiqib kelgandan keyin cho'qqi meni qaytayinglar. Amsiz qizlar kirimizni boshlab ketaylik. Eng avval o'zinglarning qo'ldan shu anadan boshi pamullarga bo'lib qolib qolsa, yuzinglarga bir qaytim boshi qilib olsizlar, boshi qilib olgandan keyin anadan fang shay shon beramiz. Mush fang shay shon yo'q qizlar, cho'qqim uchun shuni bir ta fang shay shon e'lon bo'lmiz uchun shuni to'kib chiqarmadik bo'lib ketisizlar. Fang shaylarimizni yuzimizga tegishib, o'yinlarimizga berib olgandan keyin o'zinglarning ishiltib kelayotgan findi yerda mushlar cho'tka bo'lib qolsa, nipis holatda yuzinglarga so'kib qilsanglar mushunda holatda chiqadi qizlar qaranglar, yana bir munch findi eshib qoldi. Anadan keyin mushunga o'xshash yeti sayxonda burnimizning ikki tarafi, aniki ikki anglimiz, qopog'imiz mushu enkimizga berib olgandan keyin pulutda urib sindirib etamiz. Urib sindirib etgandan keyin qizlar o'zimizning mushu Dingjuang fenbinglarimizda, fenbing sanfanlarimizda dingjuang qilib olamiz. Dingjuang qilgan vaqtda mush ost tarafdan ust taraf qarab qilsanglar bo'ldi qizlar. Mada qilgan vaqtinglarda bir kun kech bo'g'icha kirmanglar. Unda kafen to'jon bo'lgan ahvollar bo'lmaydi. Anandagi menga o'xshash meyfin, panda, mushtoq shu azda o'zinglarning qishini oldi bilan keyin tarafni chiqarib olsanglar bo'ldi va shu azda sizib, anandagi o'zimizning Watson sharjlarini sizib chiqarib olgandan keyin kirpik egdigan jazimizda kirpigimizni egib, ust kirpigimizni, ost kirpigimizni egib olgandan keyin mushtoq o'xshash cho'tkada sharjlarimiz bilan yenshirimizni azroq sizatgandan keyin yensham bida yana iznalab siz siz olgandan keyin o'zimizning shu kirmaga mos keladigan qo'g'onlarimizda suz qo'g'onni og'zimizga so'kib olgandan keyin mushunga o'xshash suz chiqqan shu ro'mpanda burnimizning shaklini azroq holatda sizib chiqarib olsak bo'ldi. Mush uch tarafni anankim ikki tarafni sizib chiqarib olgandan keyin bugungi kirimiz og'irlashdi qizlar. Shunchalik osonjimi qizlar kirim qo'yish o'qimaydigan qizlardan tortib 5 minutdan ichida qilib ketadingizlar. Shunga meni tensan shu san qilish unutib qolmay, meni qo'shib olish unutib qolmanglar qizlar. Amsa xayr xo'sh. 이게 행복인가 봐 이렇게 떨려오는 건 너를 안았어 나도